Ba'zilar 4 klassik asar degan bu roman, buningda hammasi o'ydirma, bu haqiqiy emas. Masalan, Sango yayin so'zlaganda Sango jin so'zilsang olmam deyman bo'lsang, haqiqiy rost deb bersang olmam deydi. Unda aslida shuncha kuch deb so'zlayotgan 4 klassik asarga kirgan bu romanlarning ichida bu o'ydirmada qandoq haqiqatlar yushirilgan. Ko'pchilik shunday qo'yib, bu o'ydirim bo'lganligi uchun ichida texim ko'p haqiqatlar, rost ishlar bor. Mana bu romanchilikdagi o'ydirmaning ichidagi chinlik deb ataymiz. Buning mazmunining o'ydirma ekanligiga avtorning ma'lum bir ko'z qarash, hikoya, tasavvurlarning qatqini qarabla hammasi yolg'on deb o'ylab qolmang. Bu romanlardagi qonuniyat, kishilik turmush kartinasi, ba'zi bir nachar ishlar amaliyot hammasi rost, aynan aks ettirilgan. Amaliy tarix nomlari bo'lsa, bularning hammasi yolg'on ve özgertip etilgan. Ben nemişki bundaq deyman. Mesela Su Buyda namlıq eser hammamiz tunuşluq. Su Buyda namlıq eserinin 10-15% rast, qağa hammasi yolg'on deydi. Bu tarixda o'tmagan deydi. Undan sonra Su Buyda namlıq eserdeki en katı bir misalni sizlarga misalga beray. Şu vaqtdagi Sun sulolasining podshohi Sun Xuizong bilan Li Shishining hikoyasi bor. Eyliqi ishratxondagi Li Shishi. O'ylab baqinglar, podshohning haram og'risida xonishlar, kenizaklar, Shahbanu dedeklar nurg'un xotinlar bor turib, bu talardagi hisob gapning saytini qilsak, podshohning bir ayolga buzildi. Sizlarcha tarix nomida mushni yozish mumkinmi? Sizlar Sun Xuizongning tarix nomasini yozgan vaqtda Sun Xuizong mashta sirtqa chiqib ishratga berilgan deb yoza olammi? Mush rost ishmi? Masalan, Kangxi xonadonligini hammamiz ko'rgan. Kangxini ming sulolasining oxir qolgan qasdamoqchi bo'lgan vaqtning o'zida Tulunay ravog'ida ishlaydigan ishratxonga singlis orqali o'ltirib atqilib tas qoldi. Rasmi yolg'onmi? Kangxi xonning o'rnisida 72 xotini bormish. Mushundaq turib yana sirtqa buzildi. Unda xuddi Kangxining amaliy tarixida silchi mushlarni yoza olami, qalam tavritalarmi? G'arb sayat nomli asarni o'ylab beqinglar. G'arb sayat nomli asardagi jin olvoslar nima? Bularning hammasi arishdagi avliyolar, ambiyolarning biri ermak oymini yoki bularning shogirdi. Hisobda bu shu vaqtdagi katta o'rda amaldorlari desak, shularning yendi turadigan xotibi, yordamchisi, shopri deganlar. Shunami ya? Jahondagi butun qalamqa ishlarni mushlarning qo'llashsizligilar qilyotdi, mushlar orqali. Unda usta mushadagi Tang sulolasining tarixiga mushlarni aynan yozib bulamizlarcha. Shuning uchun ayliq bir gap bor, yozilgan tarixdan yozilmagan tarixda kerak haqiqiy deydigan. Shunga bu yerdagi roman to'qilma bo'lganligi uchun uning erkinligi texim keng bo'ldi. Bu yerdagi yozuvchilar tarix nomlariga yozg'ili olmaydigan barliq haqiqatlarni, barliq mazmunlarni romanga yoza oladi, kirdiraydi. Mana buni biz romandagi to'qilmaning chinligi deb ataymiz. Shuning uchun mamlakatimizning eng katta 4 klassik asriga Sango yayi kirdirilgan. Hergizmi Sango jür emas. Unda olsa bu 4 klassik asarda sizlar yana qaysi mazmunlarni anglamoqchi, bugun kechda Jiboda davomli deb beray. Biroq yaqinda yoq anglagan sizlar hozir Jiboda 100 mingdan so'z ozlar Uyg'urcha qilsak bo'lmaydigan bir tuzum chiqibdi. Shuning uchun necha vaqtda meni guanju qilmay anglayotgan do'stlar bir xafa bo'lmay bir guanju qilsanglar. Bilaman, mening odatdagi ko'rinishi 200-300 mingdan eshib ketdi, o'rtacha 500 ming, eng qo'shim millionga chiqdi. Ya'ni aniqla meni guanju qilmay anglayotgan nurg'un fansalarim bor. Chunki meni guanju qilmasa men chiqaman shu hal qilsa. Shuning uchun nim qilaman guanju qilib deb ovarib guanju qilmay o'tirdi. Aş guanju qilmagan do'stlar bir xafa bo'lmay guanju qilsanglar. Bundan keyingi Uyg'urcha bu ham Uyg'urcha zobini davomli yo'lga olishim uchun bir yordam qo'linglarni sunsanglar, ha? Ulando qandaydir talabim ortib ketmaganda. Rahmat.